The Uzbekistan national football team has officially qualified for the FIFA World Cup. Senga qadalgan igorni kechagidan boshqacha Shalg'imas seni oliy maqsading shu Bugun hayajonlar boshqacha Salom mundial Salom ey jahon Maydonga chiqqan O'zbekiston 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 Seni qutlab bugun jahon O'zbekiston O'zbekiston Olg'a g'alaba tomon Olg'a bo'l Uzbekistan reaches World Cup after 34 years. Descendants of great ancestors. New Uzbekistan, unity, one team, dreams coming true. Ortingda turar 38 milyon anor Biz sen bilan G'alaba tilar ishonasiz sen tomon hayot Kuch beradi ajdodim, quvvatlaydi yurtboshim. Har qadamda yonimda mening elim vatandoshim. Yurakda porlar olov to'xtatolmas hech sinov Ana qo'ydim bir maqsad men boraman unga faqat Sen bilan Biz sen bilan Ortingda turar 38 milyon Biz sen bilan G'alaba tilar ishonasizlar sen tomon hayot Bu bayroq nimani anglatadi? Millatidan, irqidan, dinidan qat'iy nazar mana bu bayroq vatandoshlarimizni birlashtiradi. Mana bu bayroqni ostida yurgan odamlar hech qachon dushman bo'la olmaydi. Mana shu bayroq ko'klarda hilpirab turish uchun qanchadan qancha vatandoshlarimiz, safdoshlarimiz qon to'kkan. Shadon kunagim Yuzim bosib yuzimga singlim demonimmi aylig'im sabadanim Bizga bahor begonadur borgan sari ko'nglimiz ham vayronadur borgan sari Bizga bahor begonadur borgan sari ko'nglimiz ham vayronadur borgan sari Shadon erib yurar edik avvallari endi umr g'amxonadur borgan Portugaliyada Ronaldo bordi uni to'xtatadi Abduqodir Diasmi Kolumbiyani zo'ri Okapi qoch kelyapti bori Raqiblaring bo'lolmas sendek gol urishdan to'xtama Abbosbek G'alabaga ishonch bor Shoma el